Qurilishda nima gaplar? Kafelchi, santexnik ustalini topdingizmi? Hozir zakaz bersak, keyingi yil ish boshlashar ekan. Qanday zamonlarga qolib ketdik bilmayman. Santexnik bilan kafelchini ham 1 yillab kutadimi hech qaysi zamonda? Kerak bo'lsa 1 yil kutamiz. Hozir kafelchilar bilan santexniklarni pichog'i shunday kesib turgan paytda turibmiz. Bitta gap aytaymi? Ayting hojam. Avlodimizdagi bolalar bilan nevaralarni hammasini bitta qilib, kafelchi, santexniklarni zo'riga shogirdlikka beramiz. Xo'p bo'ladi hojam.